Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, do'stlar. Bugun men sizlarga mana shu Vlogamerni tekshirishni o'rgataman. Xo'p, bunimizni hozir xato ishlayaptimi yoki qanaqa holatda ishlayotganini bilib olishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsalarni tushuntirib o'taman. Xo'p, biz aniq bilmaymiz buni qanaqa ishlashini. Bu arzon, oddiy bo'lganligi uchun hech qanaqa tugmasi yoki nastroyka qilish qismi yo'q. Biz hozir shuni uy sharoitida oddiy usulda ko'rib, tekshirib ko'rishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa hop bitta shunaqa banka idish kerak bo'ladi. Banka kerak bo'ladi va uni yopadigan qopqog'i. Mana shunaqa yumshoq qopqoq bo'lgani yaxshiroq. Hop, keyin bizga tuz kerak bo'ladi. Bir qoshiq tuz. Hop, mana bir qoshiqda osh tuzi, oddiy osh tuzi kerak bo'ladi. Sovulamiz. Hop, sovaganimizdan keyin bizga ozgina miqdorda suv kerak bo'ladi. Suv taxminan shuncha bo'lishi kerak. Hop. Yaxshilab aralashtirib. Tuzimiz erib ketmasligi kerak. Mana bo'ldi. Tuzimiz loy sifatroq holatda bo'lishi kerak. Hop. Suyulib ketdi. Shuning uchun yana ozgina solsak bo'ladi tuzdan. Ko'plab datchiklar xato ishlaganidan inkubatorda jo'jalar ochib chiqishi kamroq foizda bo'lganligi sababli biz oldin bularni tekshirib olamiz shunaqa usulda. Hop. Bo'ldi, bizda tayyor bo'ldi mana. Ko'rishingiz mumkin, ichida tuz erib yo'q ketmadi. Endi nima qilamiz? Mana buni uchini olib tashlaymiz oldin. Ustidagi plastmassasini olib tashlaymiz. Hop, hozir olib tashlagandan keyin videoni davom ettiramiz. Mana uchidagi narsasini olib tashladim. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni nima qilamiz? Buni bankaning ichiga havoda qoldiramiz. Mana shunday holatda qolishi kerak bo'ladi. Va ustidagi qopqog'ini yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunday holatda qoladi. Hech qanaqa bankaning chetiga yoki boshqa joyga tegmasligi kerak. Shunda bu to'g'ri ishlayaptimi yo'q, shuni bilib olsak bo'ladi. Qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana tayyor bo'ldi. Mana ichida qanaqa turibdi? Chetiga tegib qolmagan. Ozgina holat. Tegib ketdi deb turibdi, lekin tegmagan. Xo'p, biz buni endi nima qilamiz? Mana ko'rishingiz mumkin, namligi oshib ketish boshladi. Issiq yoki salqin, juda ham sovuq joyga qo'ymaymiz. Buni o'rtacha haroratdagi joyga qo'yamiz va 5 soat, 8 soatlarga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin bundan biz nimani tekshirib olamiz? Mana namligi, bu mana noto'g'ri ishlayotgan ekan. Namligi agar 5-6 soatdan keyin 75 bo'ladigan bo'lsa, bu juda normal holatda bo'ladi. To'ppa-to'g'ri ishlayotgan bo'ladi. Agar undan oshsa, o'sha plus minus qilib o'zingizlar hisoblab ishlab turasizlar. Bu hozir noto'g'ri ishlaydigan Vlogamer bo'ladi. Hop. Mana buni влажности juda ham katta darajada ko'tarilib ketyapti. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar, jigarlar. Xudo xolisa keyingi videolarda bu yerdagi inkubatorlarni ham ko'rsatamiz. Qora shahzoda tuxumlari qo'yilgan video uchun o'chirib qo'ygan edim. Mana buni ovozlari bor, shuning uchun videoda xalaqit bermasligi uchun o'chirib qo'yilgan. Hop, inkubatorlarimiz ikkalasi ham ishlab turibdi, tuxumlar joyida va biz buni tekshiruv jarayonini ertaga xudo xolisa ko'rsatamiz. Agar sizlar ham tekshirmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu uslubda tekshirib ko'ringlar, bemalol, ishonchli va juda ham oson qilsa bo'ladi. Hech qanaqa ko'p narsa talab qilmaydi. Mana bu juda ham baland chiqib ketyapti. Umuman ishonib bo'lmaydigan
Vlogamer ekan bu. Hozir qancha oldin balandroq turibdi? 75-70 bo'ladigan bo'lsa, bu hozir 20% juda ham baland holatda ishlayapti. Endi biz mana shu yerda qoldiramiz buni shu holatda va 5-6 soatdan keyin ko'rishimiz kerak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar va keyingi videolarda inkubator videolarini chiqaraman va YouTube Shorts'da mana shu narsani qo'ygan edim. Buni boshqacha qilib yasadim. Zashitniklari bor, hozir ishlamaydi va mana ortidan yoqilgandan keyingina ishlaydi faqat. Buni zashitasi bor. O'zidan o'zi bosilib ketmasligi uchun shunaqa qattiq qilib joylashtirilgan. Zo'ra. Xo'p. Bo'ldi. Keyingi videoda kommentariyada yozinglar, keyingi videoda buni yasalish videosini chiqaraymi yoki inkubatorlar haqida bo'lsinmi? Kommentda kutib qolaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.